Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun chorshanba tongi 22 aprel Chorvoq piramida oromgohidamiz. Tabiat go'zal qilib. Mazza yugurak joyga. Tongi yugurish. Kelinimiz davom etyapti, xudo xolasa. Tabiatda faqat tabiat ko'rsata olayapman, lekin bundan olayotgan mazza olayga chuqurni olayotgan nafas mazza olayotgan toza havoni tasvirlab bera olmayman. Ko'p charchoqlar, stresslar chiqib ketadi. Shunchaki kelish kerak. Yugurish kerak. Toqqa chiqilganda 4 devor orasiga kirib olib yotish kerak emas. Uxlash kerak emas. Qanaqadir o'yinlar o'ynash kerak emas. Ilm olish kerak. Xo'p. Sayohat qilish kerak, yurish kerak, yugurish kerak. Tafakkur qilish kerak. Quloqqa nimalardir taqib olishim kerak emas. Xo'p. Juda zo'r, go'zal tabiat. Tabiat. Maşallah. Güzel. Hemen tavsiye qilamiz. Tongda güzel joylarda piyoda yurishni, yugurishlikni tavsiye qilamiz. Mana joy hamma yerda ham yo'q, hozir topilmaydi. Nega bunaqa chiroyli tabiatda yugurishimiz kerak? Chunki har bir odatni shakllantirish qiyin. Muammo. Har bir muammo. Bunaqa go'zal joylarda yugursak, bunaqa go'zal joylarda tafakkur qilsak, yursak, yana bu odatni takrorlagimiz kelaveradi. Chunki chiroyli joyda yugurish zo'rda. Agar chiqqanda xonada yugursak-chi, chiqqanda xona bir axlatlarning orasida yugursak, ertaga yana uyg'onib yugurgimiz keladimi? Yo'q. Yugurgimiz kelmaydi. Shuning uchun mana shunaqa chiroyli tabiatlar qo'yib yugursangiz, ertaga yana uyg'on ekaningizda nafsingiz bo'ldi, ketdik tavay. Tur, yuguramiz deydi. Chunki nafs ham mazza qiladi-da bu joyda. Nafs ham, ruhimiz ham mazza qiladi. Shuning uchun har bir yangi odatni shakllantirayotganda bir mazza qiladigan joylarga bog'lab shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Men misol uchun chap oyog'im og'riyapti ancha vaqtdan beri, lekin to'xtagim kelmayapti. Yana yugurgim kelyapti. Nimaga? Tabiat go'zal. Odat bilan bog'langan tabiat odam to'xtatmaydi. Mana buni tabiat debdilar. Zo'r. Xo'p, sog' chamariga. Shunaqa gaplar shaxsiyatimizni o'stirish, o'zimizni o'zgartirishga fokus qilaverishimiz kerak. Atrofni o'zgartira olmaymiz. Qo'limizdan ham kelmaydi. Xo'p. O'zimizni o'zgartirishga harakat qilsak, atrofimiz o'zgaraverar ekan. Oddiy formula, lekin oson emas. Ertalab yugurishni nima foydalar bor? Birinchi foydasi kunga tayyor bo'ladi. Kunga tayyor bo'lamiz. Bu ertalab qiyinchilikda uyg'onilsa, qiyinchilikda yugurilsa, juda ko'p muammolarimiz hal bo'lib ketadi. Tongi baraka bor. Xullas, foydalar ko'p. So'z bilan ta'riflab, tasvirlab bera olmayman. Shunchaki yugurish kerak. Bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Shunday kelsak, oxiri bunaqa quflangan joyga kelib qolamiz va qaytamiz.
davom eting. Xafa bo'lmaymiz. Yugurish bilan yugurishda foydali tomoni stressga tushmaysiz. Ozgina narsalarga ham asabiylashmay qo'yasiz. Shunaqa. Hayot ko'rsatdimi? Mana shunaqa joyda. Internetdan qarasangiz ko'rsatadi. Alloh xayrli va bardom qilsin. Rahmat.